Assalomu alaykum barchaga. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Biz ishimizni boshladik. Birinchi amaliyotimiz bu bemorda L5-S1 sohasida juda ham katta miqdordagi grija chiqib ketgan. O'lchami ham juda katta. Mana shu ko'rinib turgan qora massa bu grija massasi. Ya'ni disk ichidagi pulpozni yadro to'liqligicha chiqib ketgan va bemorda 10 kundan beri kuchli og'riq bezovta qilmoqda. Hozirgi kunda bemorda oyog'ida parez va kichik chanoq a'zolarida esa уже narushение boshlangan. Ya'ni bemor mustaqil siya olmaydi va kateter qo'yilgan. Hozir bizda shoshilinch ravishda, ya'ni ekstreni qilib bemorimizda L5-S1 sohasidagi grijani endoskopik usulda olib tashlash amaliyotini hozir o'tkazamiz. Kuzatishda davom etinglar. Birinchi amaliyotimizni ham boshlaymiz hozir. Bemorimizda L5-S1 sohasida grija massasi chiqib ketgan. Hozirda bemorda, ya'ni oyoqning yon tomoni, ya'ni jimjiloq barmog'i, eng kichkina barmoq va oyoqning orqa sohasi bo'ylab to'g'ri og'riq, ya'ni juda ham azob bergan va bemorda peshob bilan, ya'ni cauda equina deydi, kichik chanoq a'zolarida patologiya, ya'ni normal holatda ishlashdan izdan chiqib patologik holatga o'tgan. Ya'ni bemorda siydik chiqara olish xususiyati yo'qolgan va ich kuchli qotish bilan bizga murojaat qildilar. Hozirda bemorda o'sha mustaqil peshob chiqarish akti bo'lmaganligi sababli bemorga, ya'ni mochovoy kateter qo'yilgan. Hozirda esa bemorga endoskopik usulda L5-S1 sohasidagi grijani olib tashlash amaliyotini boshlaymiz.